Assalomu alaykum. Demak, biz bugundan boshlab bu akkauntimda yangidan videolar chiqarishni boshlaymiz. Bu videolar dasturlash haqida bo'ladi. Erkin mavzularda. Bu birinchi akkauntimda esa men hozir darsliklarni chiqaryapman. Bu ham davom etaveradi, lekin bu akkauntimda esa ko'proq muxtasarroq kontent chiqarishga harakat qilaman. Xullas shunaqa. Demak, hozir podcast bo'lamiz. Day 1 index html karkas hosil qilib day 1 coding spell start berildi ko'rsatamiz. Demak, endi day 2 videosida biz o'sha mening farqimga tegishli bo'lgan, ya'ni men full stack developer bo'lmoqchiman va shu dasturlash tillarini o'rganmoqchiman va demak, ikkinchi kunda day 2da biz React.js dan boshlaymiz o'rganishni va davom ettiramiz. Taiwan CSS, Node.js va Next.js, Nest.js shunaqa frameworklarga o'tamiz. Demak, bizning maqsadimiz shu edi. Kanalni kuzatishda davom eting va biz videolar chiqarishda davom etamiz. Ko'rishguncha.